Eski dorilar kim zo'r deb aytgan odam po'qqiyapti. Sovuq 2 haftadan beri tuzalmayapti dorisini ichib. Больницаga ketyapmiz yana. 2 haftadan beri o'sha koreyskiy больница yozib bergan dorisini ichyapti. Ko'tiga ham ta'sir qilgani yo'q dash. Hamma joydan manqas yoqib, tomog'i tinchigan. 2 haftadan beri yosh bola dori ichsa-ya, tavba qildim. Hozir borib so'kamiz. Tomog'i og'riganidan gapirmasdan manqallari oqib yotibdi bechora bolamni. Больницаga borib 2 haftadan beri dori ichadi, tuzalmayapti-yu desam, bog'chaga yurgandan keyin tuzalmaydi-da deydi. Xudo. Bog'chadagilardan yuqadi tuzalsa ham deydi. Unda nima, vobshe bog'chaga borish mumkin emasmi? Bugun aytamizda junini olib tashagani salonga ketgan qaynonam. O'shanga hozir surpriz qilib orqasidan bormoqchimiz. Qaydasan deb telefon qildi, uydaman degandik. Hozir borib